Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Miraz deb atalgan shaharchada bir bolakay yashar ekan. U baliq ovlashni juda yaxshi ko'rar edi. Kunlarning birida u oltin baliq tutib oldi. Oltin baliq unga dedi: "Men sening 3 tilagingni bajo qilaman. Ayt, birinchi tilaging nima?" Bolakay o'ylanib dedi: "Men eng go'zal shaharda yashashni istayman. Quyoshi charaqlagan yozlari, chiroyli qorlari bor qishlari, tarix va innovatsiya yonma-yon yashaydigan shaharda." Baliq dedi: "Birinchi tilaging bajo bo'ldi. Endi ayt, ikkinchi tilaging nima?" Bolakay davom etdi: "Men yaxshi, zamonaviy ofis binosiga ega bo'lishni istayman. Uni ijaraga berib, bemalol yashash uchun." Baliq yana bosh irg'adi: "Ikkinchi tilaging ham bajo bo'ldi. Uchinchisini ayt." Bolakay jilmaydi: "Ammo ta'mirichi? Ta'mirini ham qilib ber. Polga sifatli, yong'inga chidamli, og'ir yuklarga bardosh beradigan kovrolen plitkasini yotqizib ber." Oltin baliq dedi: "Unday bo'lsa, senga sak floringni tavsiya etaman."